bir oylab, bir yillab remont bo'lmaydi. Siz majbur bo'lasiz o'zingiz o'sha joyni to'g'irlashga. To'liq EAga o'tgandan keyin yo'llarimiz tetik, ravon, tekis bo'ladi. Dronni решение juda arzon narsa, unaqa qimmat narsa hisoblanmaydi. Lekin endi yer katta bo'lgani uchun, masalan, O'zbekiston yeri katta bo'lgani uchun shahar o'ziga bunaqa dronlardan juda ko'p olish kerak-da. Masalan, aytaylik, bitta tumanga kamida bir 100 ta 200 ta dron olinsa kerak. Kvadrat metrga hisoblanadi yoki aytaylik o'sha kilometrga hisoblanadi. U uchib yurgandan keyin постоянно bitta joyga o'qitib qo'yiladi. O'sha marshrut bo'yicha uchib yuraveradi. O'sha yer ta'mirligini tepadan sputnik analizga o'xshagan bo'ladi, lekin sputnik analiz 10 kun 15 kun oralig'ida beradi. U ta'mirga muhtoj bo'lgan yerlarni skrinshot qiladi-da, jo'nataveradi bazaga. Bazada ta'mirga muhtoj bo'lgan holatlar boradi. O'sha bu как lead sifatida, task sifatida tushadi. U taskga ariza yuborish shart emas bo'ladi-da. O'shanda yo'llarimiz tetik, ravon, tekis bo'ladi. Hozirgi holatda siz mahallangizni yo'li bir oylab, bir yillab remont bo'lmaydi. Siz majbur bo'lasiz o'zingiz o'sha joyni to'g'irlashga. Bunaqa odamlar juda ko'pda. Odam faktoridan uziladi. Odam faktoridan uzilgandan keyin to'liq EAga o'tgandan keyin avtomatik uni skrinshotlar sistemaga boradi. Skrinshotlar sistemaga borgandan keyin sistemada bu narsani tasklarni yer ta'minlash bo'yicha ishlaydigan xo'jalikka berib qo'ysa bo'ladi. Bu narsani aytaylik sifrada 1000 ta unaqa keldi. Yo'l ta'minlash bo'yicha zapros keldi bitta tumanga. Bularga 1000 ta bir oylik ob'yemi 1000 ta bo'ladigan bo'lsa, unaqa FIFA bo'lib, birinchi kelgan, birinchi ketadigan qilib to'g'rilab qo'ysa bo'ladi.